30 kilo osh sotsa agar aka $5000 foyda qiladi. Ismingiz nima? Qayerdansiz va Amerikada necha yildan beri osh sotasiz? Xo'sh, ismim Navruz, Samarqand shahridan. Amerikada 2,5 yildan beri shu yerdaman. Xo'p. 25, 28 har xil. Amerikada oylikda ishlaysizmi? Oldin oylikka edi, hozir xo'jayin bilan papalamga ishlayapti. Bir kunda 30 kilo osh sotsa agar, oshpaz Amerikada nech puli foyda bo'ladi? 30 kilo osh sotsa agar aka $5000 foyda qiladi. Samarqandda ishlaganingizga 30 kilo osh sotganda nech pul foyda topardingiz? $500. Bir porsiyasi nech pul ana shuni? Bir porsiyasi $17. $17. Bu yerda nech porsiya? Bu yerda 3 porsiya. 3 porsiya. Ha, yomon emas. Sekret bo'lmasa agar oshpaz bir oyga uyga nech pul jo'natadi O'zbekistonga? Aka 5000 dan kam jo'natmaydi. Qolganini bu yerda kayf qiladi. O'zbekistonda nimalar qurgansiz, nimalar sotib olgansiz? Sekret bo'lmasa agar. Aka sekret emas u. Ha, Bir mol ferma qilganmiz. zo'r-ku. Ripxozimiz bor. Zo'r-ku. Investitsiya faqat O'zbekistongami yo bu yerga ham biror nima ochyapsizmi? Bu yoqda ripxoz ochamiz, xudo xolasa. Ha, u yerda уже ochgansiz. Bu yoqda ochganman. Уже pul olib kelyaptimi? Endi. Endi? Baliqlar katta bo'ldi. Odamlar aytadiki, shu yerga kelganingdan keyin o'rtoq, do'stlik bunaqa narsa yo'q. Mehr oqibat. U ahmoqlar gapi.